Shu chaqda o'lim menga qo'rqinchli bilinmagan edi. Hatto o'limni xalabmi qolgan edim. Ichimda bir xil duo qilgim kelgandek his qildim. To'satdilla turib qoldim va o'z-o'zimga sen dinsiz tursang kimga duo qilatding dedim. Meni chaqirib navoda hijoblanadigan bo'lsang bolalikdan kechimiz degan edi. Hatto tazliq uyda huduq qilib turib o'qigan namozlarimdagi lazzatni hozir o'z uyimda erkin ozoda o'qiydigan namozlarimdan ololmayman desam bo'ladi. İsmim Sana, 21 yaşga kirdim. Hem aile ayali, hem ali mektepte okuyman. Mening balalikim ma'lum yoshgacha to'liq go'zal o'tgan edi. Dadam men tug'ilib uzoq o'tmayla qimor tufayli onam ikkimizni tashlab ketgan ekan. Shung dadamni tonimayman. Onam ikkimizning o'zimizga xos kichik bir hayoti bor edi. Birlikda o'tgan to'liq go'zal vaqtlarimiz bo'ldi. Yani anam meni rayimga beqib erki cho'ng qildi. Her ikkimiz xo'shal, baxtli edik. 12 yoshimda anam vafot topdi. Anamdan ayrilgandan keyin to'liq qiyin kunlarni boshdan kechirdim. Menda psixik kasalliklar paydo bo'lishga boshladi. İştahasızlık qatorliq kasalliklarga giribdor bo'lgan bo'lsam-mu, dori ishlatmadim. Faqat psixik davolashni davomlashtirdim. U mezgilda hammam bilan nihoyat ko'p vaqt o'tkazadigan bo'lib qolgan edim. Anamning o'rnini bossammisimi, uning bilan kunlarimiz xo'shal o'tadi. Eng qiyin o'smirlik chaqlarimni uning bilan o'tkazdim. 16 yoshga kirganimda hammamni vafot bo'ldi. Shuning bilan psixik davolashlarmi ta'sir qilmag'idek darajada ahvolim og'irlashdi. Asta-asta dori bilan davolanishga boshladim. Pek og'ir dorilarni iste'mol qilg'achqa oxirida tushkunlikka giribdor bo'ldim. Kunlab uydan chiqmaydigan vaqtlarim bo'ldi. Hatta bir qitimlik yazlık ta'tilda 3 ay sirtqa chiqmagan edim. Balaliqimdagi go'zal arzu armonlarimning hammasi ko'pikka aylangan edi. İslomiy muhitdan yiroq cho'ng bo'lganligim uchun borgan seri tamoman islomga zid yashashga boshladim. Shunchalik g'aflatga petib ketgan edim. Rostini aytsam, bahla chorasiz edim. Shu ish elim esimda. Bir qitim do'stlar aro yig'ilishimizda bir jidalga do'sh kelib qoldim. Jidallashayotgan kishining biri mast bo'lib qolg'achqa qo'lidagi qurolni qarshi tarafga tanglamay, menga tanglagan edi. Shu chaqda o'lim uncha qo'rqinchli bilinmagan edi. Hatto kashki o'q chiqaschi deb umid qilib ketgan edim. Ya'ni o'limni tilaydigan darajada holim xarob edi. Shu chaqda o'lim uncha qo'rqinchli bilinmagan edi. Hatto kashki o'q chiqarsichi deb umid qilib ketgan edim. Ya'ni o'limni tilaydigan darajada halim xarob edi. Oliy maktabga qabul qilingandan keyin mendagi bir xil ruhiy kasallik yanada bor edi. Faqat ilgirki farqli holda tuyg'ularimni, kayfiyatimni atrofimdagilarga chandurmaslikka tirishatdim. Do'stlarimdan hozirmi pat-pat so'rab qo'yman. Maktabdagi mezgilda meni qandaqroq biri deb o'ylashqandinglar. Ruhiy urg'ib turadigan jishqin biri edim. San qarab bizning ko'nglimiz ko'tarilib qoladi degandek javoblarni berdi. Amniyatda men maktabda do'stlarimni kuldirib, yotoqqa qaytganda soatlarcha yig'lab yuradigan biri edim. Maktabdagi tunji yillarim asosan mush shaklda o'tdi. Sirtdan qarmoqqa haqiqatan shunda xo'shal, baxtli birdek ko'rinardim. Bu mezgilda ijtimoiy aloqa vositalarini ko'p ishlatishga boshladim va ulardanmi do'stlarimga o'xshashla inkoslarni oldim. Kun siri agashkuchilarim ko'paydi. Amaliyotda men ularga faqat eng yaxshi tarafini ko'rsatib, parda orqasida yanada tushkun, mijozi chus holatda yashaydim. Agashkuchilarimning ko'payishiga agashib, balaliqimdagi teatr ta'limining shundaqla balaliqimdan qolgan havaslarimning turtkisida artist bo'lishga qaror berdim. Amaliyotda oliy maktabni bitirsammi, artist bo'lish orzuyimni qo'shimcha o'rganib bo'lsimi, amalga oshiraman deganlarim esimda. Keyin maktabim bor shaharda elib berilgan kichik tipdagi faoliyatlarga qatnashishga boshladim. Oliy maktabning 2-yilligidagi vaqtimda cho'ng tipdagi faoliyatlarga qatnashmay, korona tufayli maktablar taqaldi. Hammaylar yurtlariga qaytishdi. Men yurtga qaytmadim. Menga nisbatan maktabim bekrak rahat edi. Maktabda hammaylar xohlaganimizni qila olaydik. Halol haromiga diqqat qilib ketmaydik. Uyga qaytsam bir xil erkinlikdan mahrum qolatdim. Bir mezgildan keyin uyga qaytdim. Mendagi psixik kasalliklar, ishtahasizligim texim og'irlashga boshladi. Hatto yo'lda hushimdan ketgan chaqlarim bo'ldi. Mush ravishda kunlarim o'tib o'tadi.
Təxminən 2020 yılının başlarığı deyman. Şu jarayonda öydəki hammamiz korona bilan yuqumlandıq. Çoğ anamның ahvoli ig'ir bo'lg'achqa doktorxonaga kirib qoldi. Keyin men bu doktorxonaga kirib qoldim. Davamlı hayotim nemishqa bundaq astin ustin bo'ldig'andi. Moddiy jihatdan ahvolim yaxshi tursa, har kuni degidek chiniqadigan tursam, nemishqa yaxshilanmayman degandek savollarga javob izlaydim. Çoğ anamның kesili ig'irlashgan siri yaqinlarimdan yana birini yo'qotib qo'yishdan ansirgan edi. Doktorlar dorilarni berishdan boshqa davolash qilolmadi. Bizmi o'zimizning dardi bilan karantina sababli çoğ anamni yo'qlabmi borolmadik. Bir kun çoğ anam bilan suratlik ko'rishdik. Telefonni qo'ygandan keyin o'zimni bekli chorasiz his qildim va tuyuqsiz ichimdan duo qilish istigi tug'ildi. Ammo to'satdan tang'irqab turib qoldim va o'z-o'zimga men dinsiz tursam kimga duo qilatdim? Shuning bilan maktabda yaqin o'tadigan diniy saviyasi yaxshi bir do'stimga telefon qilib ahvolni aytdim. O do'stim mening dinsiz ekanligimni bilatdi. U menga sendagi bu duo ehtiyoji rostilla bir yaratquchining borligiga dalil bo'la oladi-ku, dedi. Men o chaqda bu gapga bak eranishib ketmadim. Chunki nafsimga biroz ig'ir kelgan edi. Keyin YouTube aralab etib bir film uchirtib qoldim. Azroq ko'rgandan keyin diniy film ekanligini bildim va ko'riverdim. Filmda Risola Nur ismli qizil tashliq bir kitob bor edi. Men bu kitob haqida izlangandan keyin uni o'qimoqchi bo'ldim. Qur'on tarjimasi, tafsir qatorliqlarni o'qishmi xiyolimga kelmagan edi. Shuning bilan biroqla Risola Nurni o'qishim kerakligini his qildim. U amdilatin yaratquchining borlig'ini isbotlaydigan qisqa filmlarni ko'rayotgan mazgilim edi. Shuning bilan bir tarafdan film, yana bir tarafdan Risola Nurni o'qish orqali ikkisini tang davomlashtirdim. 3 kundan keyin bu dalillarni ko'rgan ahli hushi joyida kim bo'lsa cho'qim iymon etadi dedim. Shuning bilan heliqi do'stimga telefon qilib musulmon bo'lganligimni aytdim. Do'stim xo'shalligidan ko'z yoshlarini tutolmadi. Sening hidoyat tepishing uchun bek duo qilgan edim, deb ketgan edi. Shu chaqda hayotimda tunji qatim men uchun bunchalik xo'shal bo'lgan birini ko'rgan edim. Telefonni qo'ygandan keyin shahodat etdim. Artistlik va gunoh patqoqlarga shuncha petib ketganligimni, xuddi bir shahodat musulmon bo'lishimga yetmaydigandek qayta-qayta shahodat etib ketgan edim. Oxiri yetarlik bo'lgandek his qilib o'z-o'zimga ha, endi bo'ldi dedim. Bu xabarni dastlabda uydagilarimga, ondan asta-asta atrofimdagilarga aytdim. Ular mening burunqi holtimga ko'nib qolg'achqa mendan yiroq turganlarmi bo'ldi. Chunki ularning musulmon bo'lish planimdan, hatto bu haqda izlanganlarimdan xabar yo'q edi. Ya'ni o'zgarishimga cho'ng onamning kesili sabab bo'ldi desam bo'ladi. Risola Nur hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Ya'ni hayotim butunlay ostin-ustin bo'lib ketgan desam bo'ladi. Bir so'z bor-ku, hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi deb qayg'urma. Balkim osti ustidan bekroq xayrlikdir deydigan. Mening hayotim model shundoq bo'ldi. Men har vaqt bir ishlarni ilkimda kontrol ostida tutishga tirishganligim, hayotimda qalaymaqanchiliklarning, o'zgarishlarning bo'lishidan qo'rqqanligim uchun har xil ruhiy kasalliklarga mubtalo bo'ldim. Dastlabida bu cho'ng o'zgarishdan nima qilarimni bilmagan bo'lsam-mu, eng avval ijtimoiy taratqulardagi hisobimni, ondan ilxat adresimni, telefon nomerim qatorliq hammani taqib etdim. Ondan kiyim-kechak, yurish-turishlarimga diqqat qilishga boshladim. Albatta, ularning hech biri bir kundala bo'lmadi. Asta-asta az-azdan qilishga boshladim. Masalan, shu hamon hijoblanolmadim. Namozni bir vaqt o'qish bilan boshladim. Bir mezgildan keyin oilam namoz boshlaganligimni bayqab qoldi. To'lim afsus, bir-birimizning imtihoni bo'lishga boshladik. Ular ko'rib ko'nmagan yangi bir sanani ko'rganligi uchun qanday muomala qilishni bilolmadi. Menmi o'xshashlar shu holatda. Buning natijasida aramizda talash-tortishlar boshlandi. Oilam garchi e'tiqodli oila bo'lsa-mu, islomning arkomlariga amal qilmag'achqa, mening qilayotganlarim ularning nazarida xato edi. Bularga qarab, faqat kurash va qurbonlik berish orqali dinimda yashay oladiganligimni his qildim.
Şu çağlarda bir tarafdan sirat kitaplarını o'qiyotqachqa payg'ambarimizning va sahobalarımızның duch kelgan qiyinchiliklari, bu yo'lda bergan qurbonliklari menga ilhom, madad bo'lgan edi. Boshda namozimni munchida o'qiydim. Keyin 5 vaqt namozni boshlaganda texim qiynalishga boshladim. Uydagilar ko'magishga bomdod namozda qiynalmaydim. Kunduz namozlarimni o'qish uchun peshin bo'lmasdilla kiyim-kechaklarimni elib, so'd-setiq markaziga berib, namozimni shu yerning masjidlarda o'qiydim. Shunday qilib kunlarim har kuni degidek shu yerda o'tishga boshladi. Bu jarayon xeyli uzun davomlashdi. Keyin maktabimni almashtirish qaroriga keldim. Chunki o'xshash maktab, o'xshash muhit, o'xshash insonlar bilan yursam, ilgirki kunlarimga qaytib qelish ehtimolligim yuqori edi. Shunga maktabimni boshqa shaharga almashtirdim. Buningdan oilamning xabari yo'q edi. Bu jarayonda ular meni qo'llash tugul, menga jiq qiyinchiliklarni olib kelgan edi. Amdilatin ularmi ko'nib qoldi. Namozni dastlabda boshlagan mezgilda cho'ng onam namoz o'qiyotganimni ko'rib, agar bir kun hijoblanadigan bo'lsang, sendan kechimiz. Biz bilan turolmaysan, sirtlarda biz bilan yurolmaysan degan edi. O chaqda men hech qanday inkos qaytarmagan edim. Oilamdagi boshqalarmi meni masxir qilishgan edi. Andın 9-aylarda men yetkelgen maktabim bosh shaharga ketdim. Maktab ochilishga 2 kun qolganda Allohga shukri, hijoblanish nasib bo'ldi. Albatta, 2,5 oydek vaqtgacha oilamga buni deyolmadim. Chunki mendan kechib ketishidan qo'rqatdim. Bir qitim cho'ng onam bilan suratli ko'rishayotganda tuyuqsiz pochta kelib qoldi. Er kishi bo'lg'ashqa beshimni yo'gashga to'g'ri kelib qoldi. Lekin cho'ng onam yo'g'inimni bilmaydi. Shundaq tamtirash ichida oxiri xo'shmi deyamayla telefonni qo'yib etib, yog'liqimni chegib, ondan eshikni ochdim. Bundaq kichik masalalar bo'lib turadi. Lekin har birining boshqacha bir huzuri bor edi. Chunki bundaq chaqda o'zingizni xuddi jang maydonidagi jangchidek his qilasiz. Bu tuyg'u insonga boshqacha bir lazzat beradi. Hatta tazliq uyda huduqib turib o'qigan namozimdagi lazzatni hozir o'z uyimda erkin azod o'qiydigan namozlarimdan topolmayman desam bo'ladi. Bir mezgildan keyin hijoblanganligimni oilamga aytdim. Dastlabda qabul qilishmadi. Hatto qishliq ta'tilda uyga qaytganda cho'ng onam chiroyimga qaramagan edi va bir qitim yenimga kelib, "Onang seni bu holatda ko'rsa, sendan nomus qilgan bo'ladi" dedi. Bu gap menga bek har kelgan edi. Allohga shukri. Allah'ның iltifati bilan avval Allah'ның, andın ota-onaning haqqi keladi. Shunga Allah'ның haqqiga qarshi chiqib turib, sizlarni rozi qilolmayman deyalgan edim. Yani menga nisbatan shu mezgilda har jihatdan bek qiyinga to'xtagan edi. Bu tanishingiz tufayli pushaymon qilgan yoki ilgirki holatingizga qaytqingiz kelgan ahvollar bo'ldimi? Ya qat'iy bundaq ahvollarda bo'lib baxmadim. Islom davosi shundaq bir davoki, sizni nimalarning kutib turganligini, qanday qiyinchiliklarga uchraydiganligingizni bilib turib, o'zingiz xalab bu yo'lni tanlaysiz. Sizlar ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar degan bir oyat bor. Hatto payg'ambarimizning, sahobalarning hayotiga qarab boqadigan bo'lsak, ularningmi qanchalik qiyinchiliklarni tatqanligini ko'rib olaymiz. Shundaqla men o'zimni bu qiyinchiliklarga tayyordim deyamayman. Lekin hech bo'lmaganda meni nimalarning kutib turayotganligini bilatdim. Uydagilarim, atrofimdagi insonlar, eng yaqin do'stlarim men bilan munosabatini uzdi. Menga hamdam bo'lmadi. Albatta bu jarayonda menga ko'ngil bo'lgan kishilar bo'ldi. Lekin eng chong yordamchim yana o'zim va Alloh bo'ldi. Shu chaqda shuni his qildimki, Alloh yaqinlarimni ma'lum sabablar bilan mendan yiroqlashtirish orqali faqat o'zidanla yordam talab qilishimni, o'ziga chin yepishimni xohlaydi ekan. Ya'ni buni his qilgan edim. Haqiqatan bir mezgildan keyin insonlarning nachar muomalalari menga normal bilinishga boshladi. Ya'ni niyatingiz Alloh roziligi bo'lganda insonlarning mamnuniyatini uncha qitingizga ep ketmaydigan bo'ldi ekansiz. Shu jarayonda esingizdan chiqmaydigan biror aslamingiz bormi? Nurg'unlagan aslimlarim bor. Ammo bekrak esimda qolgan bir aslimim bor. Deganimdek artist bo'lish bolaliqimdagi orzuyim edi. Ham uning uchun bekla tirishgan edim. Risala Nur bilan tanishishdan burun Turkiyaning eng dangli kanallaridan biri bilan ma'lum bir filmda rol olish uchun to'xtam tuzgan edim. Amaliyotda bu mening orzuyim edi. Risala Nur bilan tanishgandan keyin hayotimda ko'p o'zgarishlar bo'lishga boshladi.
Мәсәлән, kiyim-kechaklarımga diqqat qiladigan bo'ldim. İslamni o'rganishga boshladim. Lekin oldin to'xtam tuzgan bo'lg'achqa yeni bilish imkoniyatim yo'q edi. Shunga xohlamasam majbur filmsin elishga boshladim. Film suratga elinmagan chog'larda karvanda atrofimdagilarga chandurmay telefonimda Risal Nurni o'qiydim. Shunchalik buzuqchilik avj olgan bir muhit edimki, aroq sharob, zaharlik chekimliklarga cheklimi yo'q edi. Şuna Risal Nur arqılıq özümni muhafizat qilmasam, qiyib ketishim turganli gap edi. Bir kun yana karvanda Risal Nur o'qiyotqach, inson hayvondan 50 kasi ustun turuqliq, hayvondan 50 kasi töven o'ringa tushib qolishi mumkin degan bir jumlani uchratdim. Ma'nisini to'liq tushunmagan bo'lsam-mu, bu vaqtda bek o'ylanib ketmadim. Keyin karvandan tamoq chiqdim. Tamoq yeydigan yerimiz o'rmonlikqa o'xshash, daraxtlar ko'p bir yerda edi. Men bir daraxtning ostiga kirib, tamoqimni yeyotatdim. Shu chaqda u yerda taxminan 100 dan ko'proq odam bor edi. Faqat shuncha ko'p odam turuqliq mening tamoqimga, usti beshimga qush tahorat qilib qo'ydi. Dal shu chaqda men Risol Nurdagi heliqi jumlaning ma'nosini tushungandek bo'ldim. Shuning bilan o'z-o'zimga sen haqiqatni bilib turib, bu yerda bo'lish orqali hayvondan battar bo'ldingki, hayvon sening usti beshingni kirlatdi. Yani Allah'ның nazarida bu qilmishing tufayli shuncha qimmatsiz o'ringa tushding dedim. Bu ishni hargiz unutib qolmayman inshaalloh. Bu jarayonda bakli qiynaldim. Hatto onam va hammam vafot bo'lgandan keyin eng qiyin kunlarim mush film suratga olgan kunlar desam bo'ladi. Chunki men u yerda bir tarafdan Risol Nur o'qib, haqiqatni o'rganyapman. Yana bir tarafdan insonlarning keraksiz narsalarga bo'lgan g'ayratini ko'ryapman. Hatta o'lgandan keyin ularga hech qanday foydasi bo'lmaydigan narsalar uchun xeyli cho'ng xatarga tavakkul qilganligini ko'ryapman degandek. Muhitning nacharligini demayli qo'yay. Yana birsiga u yerdagi kishilarning ishki dunyosimi bek murakkab. Masalan, ulardan nemishqa u yerda ishlaysan deb so'rasangiz, aslida hech qanday sabab nishonlari yo'q. Faqat o'ziga tayindigan bir yer izdishayotgandek edi. Ba'zilarining artist bo'lish arzusi, yana ba'zilarining yozliq ta'til kunlarini ma'nilik o'tkazish bahonasi bilan bu yerda edi. G'oyasiz, nishonsiz to'linayotgan badallarni ko'rganimda islomning haqiqatan insonga yashash g'oyasi tayanch berdiganligini his qildim. Inson iymon haqiqatlarini haqiqiy bilgan vaqtda o'zining haqiqiy g'oyasini, nishonini topa oladi ekan. İman bo'lmasa, hayotning shamollari sizni qayaga so'rsa, shu yerga ketib qoldi ekansiz. U yerdagi muhit meni shunchalik bearam qildiki, bir kuni ziyofat sahnasining rolini elib Film suratga elayotgan jarayonda bak ichim siqilganning dardida yig'lab ketgan edim. Kamera keyin tarafimdan suratga elyotdi. Ko'zimdan taramlab yosh eqiyotgan. Yana bir tarafdan sing'imas holda harakat qilmasam texi bo'lmagan. Yenimdagi xizmatdashim meni ko'rib, hayronlikda ko'zlari yo'g'onab ketgan edi. Naq shu chaqda qandoqli badal to'lsam to'lab, u yerdan chiqib ketkim kelgan bo'lsa-mu, balkim u chaqdagi imonim u jasoratga yetmagan bo'lsa kerak, chiqib ketishga jur'at qilamagan edim. O kuni shuni his qilib qoldimki, insonning tayindigan manbasi qanchalik kuchli bo'lsa, inson shunchalik kuchli bo'la oladi ekan. Men shu muhitda o'zimning qaznaq uydan chiqmay, shu kishilarning qilmishlaridan yiroq turish orqali iymonning menga bergan kuch-quvvati bilan o'zimni qo'g'diya oldim deb o'ylayman. Bo'lmasa, allburun ularning sepiga qo'shilib ketgan bo'lardim. Film suratga elish tugagandan keyin to'limi tingarqab, andisha ichida qoldim. Chunki yeni velish imkoniyatim bo'lmag'achqa filmda rol elishga majbur qolgan bo'lsam-mu, ammo filmning e'lon qilinishini qat'iy xohlamaydim. Film e'lon qilinadigan kungacha eng chong tiligim film e'lon qilinmaskan deb pek ko'p duo qildim. Chunki filmni nurg'ulg'an kishilar ko'ratdi. Hatto men tanımaydigan, tilni bilmaydigan kishilarning ko'rish turganli gap edi. Gunohimning oshkor holatda bo'lishidan ansiraydim. Har o'ylasam ko'nglim yerim bo'ladi. Filmning chiqmasligi uchun bek duo qildim. Ey Alloh, o film tarqitilmasin. Manbaya kesilib ketsin. Men o filmga chiqmay degandek duolarni bek qilatdim. Film tug'ilgan kunimning keynidilla e'lon qilinadi. Filmning e'lon qilinishini nihoyat ansizlik bilan kutgan edim. Film belgilangan vaqt e'lon qilindi. Qanchalik ko'ringandiman deb
Ötküzüp özümnің сәхнелерini көріп чыктым ve tolumu azaplandım. Çünkü men oynagan rolның bütün sahneleri бар edi. Ammo filmning oxiridagi artistlarning ismi yezildigan yerda men algan rolga mening ismim emas, filmga keyin qatilgan va filmning ishlanib e'lon qilinishiga alohida moddiy yordam bergan birining ismi yezilgan edi. O ismini ko'rgan vaqtimda yolg'iz emasligimni, duo qilganimda yenimda bo'ladigan, har vaqt meni ko'zitib turadigan bir yaratquchining borligini cho'nqur his qildim va qaytadan iymon etdim. Kunlarim aldirashliq o'tdi. Bir tarafdan maktabim, yana bir tarafdan oilam bo'lg'achqa, uningmi o'ziga tushliq mas'uliyatlari bo'ladi ekan. Ma'naviy tarafdan ko'proq vaqtimni tugumas kalam qanaliga sarf qilaman. Bu yerda bo'lishqa, bu yerda xizmat qilishga tirishyapman. To'g'ri, tugumas kalam qanaliga Mersindan kelib ketaman. Dastlabda bekli qiynalgan edim. Yo'lning yiroqligi biroz og'ir keladi. Masalan, uydan poyezd stansiyasiga berish, poyezddan Adanaga kelish, ondan poyezd stansiyasidan tugumas kalam kanaliga kelib bo'lguncha xeyli jarayon va savr ketadi. Keyincha atgan har qadamingga savob yezildi deb o'zimni rag'batlantirishga boshladim. Bağan siri xuddi yo'l qisqarib ketgandek og'ir kelmaydigan, qiynalmaydigan bo'ldim. Bo'lmasa yo'l ilgirki yo'l shu. Ammo sizning ko'rsatgan tirishchiligingizga qarta Alloh har tarafdan yordam qiladi ekan. Alhamdulillah. Hozir uyim Mersinda, maktabim Mersinda, lekin mening yana bir uyim, hatto oilam Adanada. Ya'ni tugumas kalam. Agar hayotingda ma'lum bir narsani o'zgartish fursating bo'lsa, nimani o'zgartgan bo'lardingiz? Hech ikkilanmasdan burun hayotimni o'zgartgan bo'lardim. Qilgan gunohlarim, beshimga kelgan kulfatlar, menda ruhiy zahmlarni qoldirgan ishlar qatorliq hammani o'zgartgan bo'lardim. Albatta bu mumkin emas. Ammo ilgirki sanani hozirgi sanaga almashtirgan bo'lardim. Sen kainatni qo'rshigan bir ulug' ideyaga beg'ishlangandek talantga ega holda yaratilgan turuqliq. Qandaqmi oddiy xiyollar bilan o'zingni aldaysan. Hammamizning tug'ma tabiatimizda bu ulug' yo'lga mos keladigan kuch-quvvat mavjud. Lekin biz gunohlarga petib, haqiqiy tabiatimizdan yiroqlashish orqali tabiatimizdagi kuch-quvvatni yo'qotib qo'yamiz. Shuning bilan bu kuch-quvvatning o'rnini mening hayotimdagiga o'xshash xato yo'llar yoki har xil ruhiy tushkunlik, ruhiy kasalliklar egallab oladi. Biz tug'ma tabiatimizni buzib qo'ymasak, bu kuch-quvvat yanada ichimizda qolaverdi. Lekin biz tabiatimizdan yiroqlashib qolsak, pul, mol, mansab, harom ishlar bilan o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Agar hayotimiz ko'nglimizdagidek bo'lmayotsa, ishlarimizmi joyida yurishmayotgan bo'lsa, yoki ichimizda bir xil kamtuklikni his qilayotgan bo'lsak, mana bularning sababi balki oddiy arzu-armonlar bilan o'rnini to'ldirishga tirishayotgan tug'ma tabiatingiz. Allohga omonat.